bir odam bor ekan, juda ko'p Qur'on o'qir ekan, lekin yodlay olmas ekan. Shuni ham harakat qilaverar ekan. O'qiyverar ekan, lekin yodlay olmas ekan. Buni ko'rgan farzandi o'g'li bir kun aytibdi, ota, siz juda ko'p harakat qilyapsiz, lekin yodlamayapsiz. Bo'ldi, undan ko'ra boshqa ishlaringiz bilan shug'ullaning, ota. Nima qilasiz o'zingiz urintirib debdi. Shunda haligi otasi aytibdiki, bolam debdi. Ko'mir tashiydigan savatimizni olib kelgin debdi. Borib savatni olib keldi. Endi shu savatda debdi, menga haligi hovuzdan suv to'ldirib olib kelgin debdi. Bolasi aytibdiki, ota, bu savatda suv turmaydi debdi. Sen harakat qilgin debdi. Boribdi. Harchand harakat qilmasin, lekin savatda suv turmasmish. Ota debdi. Sen olib kelgin debdi otasi. Yana harakat qildi. Suvni to'ldirib olar ekan, 1-2 qadam yurmasdan ichida suv qolmas ekan. Ota, buni iloji yo'q debdi. Iloji yo'qligini men ham bilaman, bolam debdi. Lekin nimani sezding debdi. Qarab turib aytibdiki bolasi, ota, qop-qora savatimiz top-toza bo'lganini sezdim debdi. Ko'rding bolam? Biz Qur'on o'qiymiz, oyatlarni o'qiymiz, yodlay olmasligimiz mumkin, lekin gunohlarimizni shu bilan yuvamiz bolam degan ekan.